Navbatdagi mashinamiz Kia Bongo 2022 birinchi-oy atiga 15 000 km masofani bosib o'tgan. Mashinamiz aybini oldindan o'tib ketaman. Shu yon krilosida kraskasi bor ekan. Narxi O'zbekistonga yetkazib olib borib berish bilan 12 900 dollarga yetkazib olib borib beramiz. Mashinamiz GL paketda. Qolgan joylari, hamma joylari sog', ozgina shu tarafida kraska bo'lgan joylari bo'lgan ekan. Mashinamiz lekin ko'rishingiz mumkin yangi logotiplar bilan hamma funksiyalari bor. Abduf, Abagrev, podogrev sideniya, hamma narsalari bor. Bakoylar qiziydi, bakoylar avtomatически o'zi ochilib yopiladi. Полоса задержания, avto торможение, video registrator, kichkina monitorlargacha bor ekan. Orqalarida ham fonda registratorlargacha bor. Kojani holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mexanika korobkada mashinamiz yurgani 14 800 km masofani bosib o'tgan. Balonlarning holati qaysi yangi desa ham bo'ladi. Ichki holatlari, bort holatlari, bortiga yangi list qo'yib qo'ygan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mashinamiz orqa taraflardan ko'rinishlari, yangi logotiplar ajoyib turadi. Kim pul topaman, yaxshi haydayman deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqsani, chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz. Rastamojka to'lovlari alohida 12 000 dollardan 14 000 dollargacha chiqadi. Ichki holatlari, koja holatlari, o'zimiz unaqa fonarlarimizgacha bor. Ichini ko'rib, motorlarni ko'rib, chiroyli qilib tekshirib olib beramiz. Xo'p, shu yonida Honda kraskasi bor ekan. Lekin eshiklari qolgan hamma joylari radnoy ekan. O'zimiz taksimetrlarga solib tekshirdik. Sog' bo'linglar. Yana ishimizni davom ettirib, boshqa obyektga borib, boshqa mashina ko'rishda davom etamiz.